birinchi o'rinda namoz turadi. Namoz dinda ustuni bo'ladi. Ustun bo'lmagandan keyin bino bo'lmaydi. Qulaydi binoda. O'shaning uchun hamma ishni qilib turganda odam o'sha namozini mo'ljalini qilish kerak. Ovqat qilib turganda ham namoz vaqti bo'lib qolmaydimi degan ilojini qilishga, to'y qilsa ham shuni qilishga, shuncha odam to'yga chaqirib olsam namozga qayerda joy qilib beraman degan narsani o'ylash kerak. Birinchi o'ringa to'yni qo'ysa, namozni o'ylamasa, mashinaga chiqsa shofir bilan namozga to'xtaysizmi degan gapni aytmasa. Musulmonning ishi birinchisi namozda. O'tgan safar ham bir aytib berdim, bir mashinaga chiqib turganimda, aytib berdimmi shuni? Gulistonda mashinaga chiqib tursam, bitta odam klienti yo'q ekan, ovoldida endi. Lekin olib turganda men namozga to'xtasangiz keyin chiqaman dedim. Ha, bo'pti deb oldi-yu, olgandan keyin afsuslandi. Uni to'xtash kerak deyapti-da bunga. Keyin aylanib kelib menga gapiryapti, aytayapti, "Ha, shu mashinada o'tirib o'qib ketsa ham bo'laveradi, deydi-ku", deyapti. U masala bilar ekan u. Keyin men aytdimki, to'g'ri dedim. Bo'ladi, lekin shofir iflos bo'lsa bo'ladi dedim men. To'xtamaydigan darajada yaramas bo'lsa bo'ladi dedim. Ha, yo to'xtayman dedi. Birinchi o'ringa namozni qo'yish kerak.